Akam, shu vaqtgacha gapimizga javob berib kelganmiz, to'g'rimi? Bundan keyin ham inshaalloh javob beramiz. Siz shuning uchun bizni kuzatyapsiz, to'g'rimi? Mashinani dokumentda muammosi bor, dokumentda muammo olib chiqamiz. Bu mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashina, yurgan probegi 204 ming. Endi yaxshilab eshiting. Mashinamiz polniy shumka bo'lgan. Aprel oyigacha tonirovka rastinasi bor. Butulishni va solsizashni laboylar qo'yib qo'yilgan. 908 mejgar pul, test monitorlar, polniy shumka, stoyka va patologlar polniy alikantara qilingan mashinani ishoning, eng yamali joyga olib kirib bosib ko'ring. Bitta tiq ovoz eshitilsa, mashinani shunday tashlab ketaverasiz. Shu mashinamizni bozorda ham eng arzonida bor-ku, 13 ming dollar sotishyapti. Endi biz nechta pul qo'yamiz, bilasizmi? Juda ham arzon narx qo'yib beramiz. 12 ming dollar, yo 12 ming emas. Videoga bitta like bosib qo'ying, e'tiboramiz. Like bosib qo'ying. Keyin Arzon Broga podpiska tashlaganmisiz? Arzon Bro Telegram kanali, Arzon Bro Instagram kanali, Arzon Bro YouTube kanallarimiz bor. Hammasiga o'tib olinglar. Bu mashinani ham egalarining telefon raqamlarini Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimizda 5 tadan 10 tagacha mashina qo'yib yuboramiz. Boy akam 10 minut oldin Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Nobodo sotilib ketgan bo'lsa, xafa bo'lmaysiz, chunki puli juda ham arzon. Sizga elindim, bosib yuboring. Bu mashinamiz faqat benzinda harakatlangan. Ishoning, motorni ochib turishni, krishkasini ochasiz, tangasi bor-ku, oppoq bo'lib turibdi, oppoq. Mashinamiz 50% kraskasi bor, usulitriga o'tgan, lekin lanjeronlari hammasi joy-joyida turibdi, ichlari but-butun. Bu mashinamiz siz uchun 2015 3+4 qilingan original mashinamizni 10.500 dollarga qo'yib beramiz. Qolsin boy akam, 10.500 ga endi Captiva 3 4 qilingan original. Bosib yuboring.